Go'yo muzlatkichda yashayotgan deymiz, Miya. Buni sababi nima o'zi? Ey, Miya, men nega yana muzlayapman? Axir havo juda issiq-ku. Hech qanday panika yo'q. Men faqat issiqlikni tejayapman xolos. Tushuninglar, organizmda resurs kam bo'lsa, u birinchi navbatda eng muhim a'zolarni isitadi, yurak va miyani. Qo'l oyoq esa birinchi bo'lib soviydi. Yana bir sabab bor. Balkim temir kamdir. Agar gemoglobin past bo'lsa, kislorod sizlarga yaxshi yetib bormaydi. Shuning uchun siz birinchi muzlaysiz. Demak, biz sovqotishimiz faqat temir yetishmaganidanmi? Yana agar men sekin ishlasam, modda almashinuv ham sekinlashadi. Organizmning ichki isitish tizimi pasayadi. Eng muhimi shu, biz mitoxondriyalar energiya va issiqlik ishlab chiqaramiz. Agar biz kuchsiz bo'lsak, organizm sizlarni ichkaridan isita olmaydi. Bizni kuchsizlantiradigan sabablar: magniy defitsiti, B12 pastligi, surunkali yallig'lanish, insulin rezistentlik va toksik yuklama holatlari. Demak, men muzlayotganim ob-havodan emas. Balkim hujayralarda energiya kamligidan? Qo'l oyoqning sovuqligi bu paypoq masalasi emas. Bu temir, qalqonsimon bez va mitoxondriya masalasi. Agar foydali bo'lsa, videoga like bosing va Beauty Lishga obuna bo'ling. Qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.